Assalomu alaykum barliq Sharq Turkistonlik va Uyg'ur qarindoshlarım. Mavo Xitoy düşmanimiz Xitoy va Xitoyning istixboroti, ya'ni Anchuan buningki va aramizdagi chirvag'an xoin munofiq avtonomiyachininki bir suiqasdga uchrab, bir kun avval bo'ldim. Allohga shukr, doim haq kazandı, haq doim yengib chiqdi va shuni ustupayli bilan biz chiqdik bir kun avval bo'lib. Ve bu hainler ve bu düşmanlar ergizmo maqsad yetenmeydi ve yetenmedi ve bundan kim yetenmeydi. Biz qarindoshlar biz Sharq Turkiston xalqiga Sharq Turkistondan boshqa yo'l biz uchun harom. Bizga faqat Sharq Turkistonning mustaqilligidan kerak. Avtonomiya qarshi turamiz, o'lgichi qarshi turamiz. Ta Sharq Turkiston mustaqil bo'lguncha biz qarshi turamiz. Shu düşmanlarga va xoin munofiqlarga. Şunun için qarindoshlar, sizlarniki musha Aqsaroyga yozgan Sharq Turkistonni besilib olgan zimin deb e'tirof qilsizlar deb chiqargan petitionga ovoz qo'shishinglarni, imzo qilishinglarni va taqishinglarni talab qilaman va oldimizdagi musha 9-oyning 18-sidagi BDTning oldidagi namoyishga chiqishinglarni talab qilaman. Çünkü bu namoyishda şu 190 devletninki reisleri, yani amaldarları kilip şu dünya mavicilik nimisi dünya tinchlik bir formda tuzgan. Dünya tinchlik nimisi bizning vatanimizda qirg'inchiliklar bo'lsa, kam degan 3 million inson lager yetsa, nada tinchlik bo'ladi dünya. Shunun qarshi biz namoyish qilishimiz kerak. Xitoyga qarshi namoyish qilishimiz kerak. Xitoyga biz amon bir kun mustaqil bo'lamiz, bizni yiqitanmaysan Xitoy. Xitoyning yaloqchilari, Xitoyninki Anchuan busi bulamsan, Chanchonjusi bulamsan, nimasi bo'lsam biz sana qarshi turamiz. Biz g'alaba qilamiz va vatanimiz mustaqillikka erishadi. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Assalomu alaykum.